Taqdirning o'yinlari shunchalar shafqatsiz bo'lishi mumkinligini tushimda ham ko'rmagandim. Men bugun oq libosdaman. Yonimda men sevgan inson Sardor turibdi. Lekin eshik qo'ng'irog'i chalinganda yuragim to'xtab qolayozdi. Ostonada turgan inson nafaqat mening qaynotam, balki bir paytlar mening yotog'imni, mening sirlarimni bo'lishgan sobiq jazmanim Asad aka edi. Uning ko'zlaridagi g'azab va alamni ko'rib, bugun hammasi tugaydi deb o'yladim. Qanday qilib men jazmanimning o'g'liga turmushga chiqdim? Bu gunohmi yoki taqdirning kechikkan tuhfasi? Hozir sizga hammasini yashirmay aytib beraman. Mening ismim Laylo. Bu hikoyani aytib berish men uchun o'lim bilan barobar. Lekin ichimda saqlash undan ham og'irroq. Odamlar meni muhokama qilishar, toshbo'ron qilishar. Buzuq, nomussiz deyishar. Lekin men shunchaki baxtini adashib qidirgan ayolman. Hammasi 3 yil oldin boshlandi. O'shanda men hayotning achchiq zarbalaridan charchagan, moliyaviy qiyinchiliklar ichida qolgan yosh ayol edim. Asad aka. U paytda u men uchun najot farishtasidek ko'ringandi. Yoshi 50lardan oshgan, badavlat, savlatli erkak. U menga yordam berdi. Uyni ta'mirlab berdi, kiyim-kechak, pul. Men bularning evaziga nima berishim kerakligini bilardim va rozi bo'ldim. Bizning munosabatimiz jazmanlik deb atalardi. Uning oilasi bor edi, lekin u meni yashirincha saqlardi. Uning hashamatli uyida, shaharning chekkasidagi dala hovlisida uchrashardik. U menga mehribon edi, yo'q demasdi. Lekin bu uydagi har bir buyum, har bir devor menga begona edi. U meni quchoqlaganda men o'zimni buyumdek his qilardim. Uning ko'zlarida ehtiros bor edi, lekin ruh yo'q edi. Men tilla qafasda edim. Qornim to'q, ustim but, lekin qalbim huvillab yotardi. Asad aka ko'pincha ish bilan chet elga ketardi. O'shanda men haftalab o'sha katta uyda yolg'iz qolardim. Derazadan boqib, nahotki hayotim shunday o'tib ketsa deb yig'lardim. Taqdirning burilishi esa kutilmaganda sodir bo'ldi. Bir kuni Asad aka safarda ekanligida dala hovliga kimdir keldi. Men xizmatchi yoki haydovchi deb o'yladim. Eshikni ochdim va joyimda qotib qoldim. Qarshimda baland bo'yli, qosh ko'zlari qop-qora, Asad akaga quyib qo'ygandek o'xshaydigan, lekin ancha yosh va nigohida qandaydir toza ma'sumlik bor yigit turardi. Bu Sardor edi. Asad akaning o'g'li. Assalomu alaykum, dedi u biroz hayron bo'lib. Dadam shu yerdalarmi deb kelgandim. Men nima deyishni bilmasdim. O'zimni kim deb tanishtiray? Otasining o'ynashiman deymanmi? Dadangiz safardalar, dedim zo'rg'a. U menga tikildi. Uning nigohida nafrat yoki jirkanish yo'q edi. Aksincha, qiziqish va qandaydir hamdardlik bor edi. U vaziyatni tushundi, lekin indamadi. Tushunarli, dedi u va ketmoqchi bo'ldi. Lekin yomg'ir quyib yubordi. Men uni kiring deb taklif qilishga majbur bo'ldim. O'sha kuni biz ilk bor gaplashdik. U otasidan butunlay boshqacha edi. U jiddiy, hayotga teran nazar tashlaydigan, kitoblar o'qiydigan yigit ekan. Biz choy ichdik. Suhbatimiz qovushdi. Men o'zimni ilk bor kimdir tinglayotganini his qildim. U mening tanamga emas, ko'zlarimga qarab gapirardi. Vaqt o'tgan sayin u tez-tez otamni so'rab keladigan bo'ldi. Aslida ikkimiz ham bilardik, u men uchun kelardi. Bizning nigohlarimiz to'qnashib qolganda havoda chaqmoq chaqqandek bo'lardi. Bu shunchaki shahvat emasdi. Bu ikki yolg'iz qalbning bir-birini topishi edi. Bir kuni kechqurun Asad aka yana safarda edi. Sardor keldi. Yomg'ir sharros quyar, tashqarida momaqaldiroq gumburlardi. Mehmonxonada o'tirardik. Chiroq o'chib qoldi. Sham yorug'ida uning yuzi yanada jozibali ko'rindi. Oramizda sukut hukm surdi. Bu og'ir, ammo shirin sukut edi. Men uning yoniga o'tirdim. Yuragim ko'kragimni yorib chiqay derdi. Laylo, dedi u pichirlab. Bu ism uning tilida shunchalar chiroyli yangradiki.
U asta qo'limni tutdi. Asad akaning qo'llari sovuq va talabchan edi. Sardorning qo'llari esa issiq, titroq va mehrli edi. Bu oddiy teginish emasdi. Bu yurakdan chiqayotgan ehtiros edi. Bu noto'g'ri dedim men, lekin qo'limni tortmadim. Yurak tanlovda adashmaydi, dedi u va ko'zlarimga tikildi. O'sha oqshom biz chegaralarni buzdik. Biz bir-birimizga yillar davomida yetmay kelgan iliqlikni berdik. Men o'zimni ilk bor ayoldek, sevilgan va ardoqlangan insondek his qildim. Bu xiyonatmidi? Ha, otasiga nisbatan xiyonat edi. Lekin o'z qalbimga nisbatan bu eng to'g'ri qaror edi. Biz yashirincha ko'risha boshladik. Sevgi bizni butunlay o'z domiga tortdi. Men har safar Asad aka bilan gaplashganimda vijdonim qiynalardi. Lekin Sardorni ko'rishim bilan hammasi unutilardi. Oxiri men qaror qildim. Bunday davom etib bo'lmaydi. Men Asad akaga qo'ng'iroq qildim. Hammasini tugatamiz. Men boshqa hayot boshlamoqchiman, dedim. U hayron bo'ldi, g'azablandi, tahdid qildi, lekin men qat'iy turdim. Aloqani uzdim. Sardor bilan munosabatlarimiz jiddiylashdi. U mening o'tmishimni bilardi, otasi bilan bo'lganimni bilardi. Lekin u shunchalik mard ediki, mening otam seni qadrlamadi, men esa seni baxtli qilaman, dedi. Biz turmush qurishga qaror qildik. To'yimiz kamtarona o'tdi. Sardor otasiga uylanayotganini aytgan, lekin kelin kim ekanligini aytmagan ekan. Asad aka safarda bo'lgani uchun to'yga kelolmadi. Bu biz uchun yengillik bo'ldi. Biz baxtli edik. Sevgi va ehtirosga to'la yangi hayot boshladik. Lekin har qanday sir bir kun ochiladi. To'yimizdan bir hafta o'tib eshik taqilladi. Kechki payt edi. Sardor ishda edi. Men eshikni ochdim. Ostonada Asad aka turardi. Uning qo'lida katta sovg'a qutisi bor edi. U o'g'lini va yangi kelinni tabriklagani kelgandi. Meni ko'rib, uning yuzidagi tabassum muzlab qoldi. Qo'lidagi quti yerga tushib ketdi. Dahshatli sukunat. Uning nigohi o'zgardi. Unda hayrat, g'azab, nafrat va o'z mulkini yo'qotgan odamning chorasizligi bor edi. Sen, dedi u xirillab. Sen, mening o'g'lim. Men devorga suyanib qoldim. Oyoqlarim qaltirardi. Lekin shu payt ichimda qandaydir kuch uyg'ondi. Men endi uning o'ynashi emasdim. Men qonuniy nikohdagi ayol edim. Ha, dedim boshimni ko'tarib. Men endi Sardorning ayoliman. Sizning keliningizman. U bir qadam oldinga tashladi. Ko'zlari qonga to'lgan edi. Qanday jur'at qilding? U mening o'g'lim-ku. Sen meniki eding. Men hech qachon sizniki bo'lmaganman, dedim qat'iy. Siz meni sotib olgandingiz. Sardor esa, u menga yuragini berdi. Shu payt Sardor kelib qoldi. Otasi va xotinini bir-biriga qarama-qarshi turganini ko'rdi. Asad aka o'g'liga qaradi. Bilarmiding, so'radi u og'ir ovozda. Bilardim, dada, dedi Sardor otasining ko'ziga tik qarab. Men uni sevaman. U endi mening oilam. O'tmish o'tmishda qoldi. Asad aka uzoq vaqt bizga tikilib turdi. Uning yelkalari cho'kdi. Bir paytlar mag'rur bo'lgan erkak birdan qarib qolgandek tuyuldi. Men seni yo'qotdimmi, deb so'radi u mendan, ovozi sinib. Siz meni hech qachon to'liq egallamagan edingiz, dedim sekin. U burilib, indamay chiqib ketdi. O'sha tunda biz uxlamadik. Sardor meni quchoqlab, qo'rqma, biz yengamiz, deb chiqdi. Oradan oylar o'tdi. Biz Asad akadan xabar olmadik. U uydan chiqmay qo'yibdi deb eshitdik. Biz baxtli edik, lekin yuragimning bir chekkasida baribir g'ashlik bor edi. Nima bo'lganda ham u erimning otasi edi. Biz uni sindirib qo'ygandek edik. Men Asad akaga achina boshladim. U yomon odam emasdi, faqat sevgini pul bilan o'lchaydigan baxtsiz inson edi. Bir kuni kutilmagan mehmon eshikni taqillatdi. Bu edi. Asad aka.
Lekin bu safar u boshqacha edi. Mag'rur nigohlar yo'qolgan, ko'zlari tinch, yuragi yengilroq edi. Qo'lida nevarasi bo'lajak chaqaloq uchun men homilador edim, sovg'alar bor edi. Kirsam maylimi, so'radi u ostonada turib. Men Sardorga qaradim. Sardor jilmayib bosh irg'adi. Keling, dada, dedim men ham, dada so'zini birinchi marta ishlatib. Shu kundan boshlab hayotimiz o'zgardi. Biz g'alati, lekin mukammal oilaga aylandik. Jazmanim endi mening qaynotam edi. U bizni hurmat bilan kuzatardi. O'tmishni hech qachon yuzimga solmadi. Ko'zlarida endi shahvat emas, balki o'g'lining baxtini ko'rgan otaning minnatdorchiligi bor edi. Men unga choy damlab berardim, xizmatini qilardim. Faqat bu safar majburiyatdan emas, hurmatdan. Erim ishdan kelganda biz uchalamiz bir dasturxon atrofida o'tirardik. Tashqaridan qaragan odam bizning o'tmishimizda qanday sirlar borligini xayoliga ham keltira olmasdi. Vaqt o'tib farzandli bo'ldik. Asad aka nevarasini bag'riga bosib ko'ziga yosh oldi. Bu mening 2 bor sevgimning mevasidir, deb pichirladi u. Bu gapning ma'nosini faqat men tushundim va unga jilmayib qo'ydim. U endi avvalgidek emas edi. Hayot unga sabrni, ko'ngil kengligini va chinakam kechirimni o'rgatdi. U o'z xatosini tushundi, sevgini sotib olib bo'lmasligini, uni faqat qozonish mumkinligini angladi. Biz birga yig'ladik, birga quvondik. Azizlarim, bu hikoya sizga g'alati tuyulishi mumkin. Qanday qilib deyishingiz mumkin. Lekin hayot kitoblardagidek emas. U murakkab. Ba'zan baxtga erishish uchun eng noto'g'ri yo'llardan yurishga to'g'ri keladi. Muhimi xatoni anglash va tuzatish. Muhimi kechira olish. Men Jazmanimning o'g'liga turmushga chiqdim va bundan bir daqiqa ham afsuslanmayman. Chunki aynan shu yo'l meni haqiqiy ayollik baxtiga olib keldi. Agar hikoyam sizni hayratda qoldirgan bo'lsa, hayotning bu sinovlariga o'z fikringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Men har biringizni o'qiyman. Kanalimizga obuna bo'ling. Hikoyachi Momda hali aytilmagan sirlar ko'p. O'zingizni va sevgilingizni asrang. Xayr.